Assalomu alaykum o'rtoqlar, kanalimga xush kelibsizlar. Voy, juda ham sog'inib ketdim video olishga, o'zimni YouTube'ga qo'yishga. Qalaysizlar o'rtoqlar, tuzimsizlar? Men juda ham yaxshiman. Hop, 2025-28 noyabr keldi. Oldingi hozir. Uni shopini olib. Qalaysizlar o'rtoqlar, tuzimsizlar? Sizlar bilan yana Shahazod ko'p turganinglardan ko'p turganlar yana juda ham xursandman. YouTube'ga video olishga qaror qildik. Xo'las o'rtoqlar, oradan bir nechadir yil, 3 yil, 2 yil yo'q qoldimmi? Shunaqa. Oxirgi videoyimda o'sha Turkiyani Haqqari degan qishlog'imda, oxirgi videoyim, vlogim mana shu. Oradan shuncha vaqt o'tib ketdi, shu ko'p narsalar o'zgardi. Bitta ikkita YouTube'ga bitta ikkita video vloglarni ko'rib, yana qiziqib qoldim. Video olishga qaror qildim yana qiziqarli videolar olishga harakat qilaman. Hop, nimaga 2 yil yo 3 yil YouTube'ga video qo'ymading deyishlarning sababi juda ham ko'p. Birinchidan shuncha harakat qilib video olib, montajman buzilib qolib, otvorib yoki internet yaxshilamay qolib, ular 2-3 ta muammolar bo'ldi, lekin prosmotrlarni qarasam 150 ta, 250 ta turibdi. O'shanga sal YouTube'dan sal ketdi. O'zi bilasizlar, 2019-yilmi, 2018-yil boshlaganman YouTube'ga video qo'yishni. Lekin o'sha vaqtlarni eslasam juda ham xursandman, maza qilaman. Lekin buni o'ylab qarasam o'rtoqlar, YouTube'ga video qo'ydim, shashlik pishirishlarni, ovqatlarni pishirishlarni ko'ryapman, lekin shunaqangi prosmotr uchib ketyapti. Agar xohlasanglar, masalan, zo'r anaqa kontent qilaman. Agar xo'p desanglar, xo'p, hozirgi nima bo'ldi? Azincha kamera bilaman, kamera azincha kashsasi sifati o'lgan, nimaga telefonim, kameram yo'q. Kameram bor edi, Canon 250 da, o'shani sotgandim. O'rniga notebook sotib oldim. Menga notebook juda ham kerakli edi. Kamera uyda yotdi, ishlamadi, chang bosib yotaverdi. Keyin qaradim, uni sotib olib, zo'r notebook oldim. Notebook kerak edi menga. Telefon o'zi kerak ekan. Redmi Note 14 ishlatyapman. Sifati ozgincha o'zingizlar baho berasizlar. Agar sifati zo'r bo'lsa, xursandman, yaxshi bo'lsa sizlar uchun. Bitta kontent olish niyatim bor. Agar xo'p desanglar, xo'p, O'zim Market, Yandex dan dostavka qilib sizlarga masalan pizza, hot dog, lavash yoki Uzbek food yoki Korean food, sushilar, mana shular bor, sushi, nimadirlar, italyanskiy foodlar, turetskiy ovqatlarni men sizlarga o'sha O'zim Market, Yandexdan dostavka qilib, men sizlarga shu ovqat mavzusida video kontent olib boraman. Agar xohlasanglar, like bosinglar, komment yozib qoldiringlar. Masalan, sizlarga o'sha sayohat vloglari sizlarga qiziqmi yo ovqat dostavkalar qilib, har xil kafe, restoranlarga bir xil, 2 xil, 3 xil qilib lavash masalan ovqatlarni ta'mini tatib ko'rib sizlarga ta'mini tatib ko'rib o'sha restoran kafesiga baho berish, shunaqa kontent qilmoqchiman. Keyin o'rtoqlar, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Meni ikkinchi akkauntim bor. Unda biz stream qilamiz, CS2, GTA 5lar o'yinlarni yoki har xil o'yinlar, Roblox, Warface, Apex Legendslar bor Steamdan. O'shanda mazza qilib o'ynamoqchi bo'lsanglar, men sizlarga o'zim linkini haliroq tashlab yuboraman keyingi videolarimda. Xo'p, o'rtoqlar, 3 yil, 4 yilda nima qilding desanglar, xo'p, masalan, hozir men 4-kursga o'tdim. Oxirgi videoimda birinchimi, 2-kurs edim. Yaqinda bitiraman institutimni. Qayerda o'qiysan desanglar, eski akkaunt, eski obunachilar biladi. Ajo University in Tashkent mana ham turibdi. Hop, u sohasida computer engineering sohasida ishlayman, sohasida o'qiyman.
ikkinchi kursimda esinglarda bo'lsa, grafik dizaynerlikda proyektda o'qigandim. Hop, bu yil yozda 3 oy ishladim grafik dizaynerlik bo'yicha. Lekin menga to'g'risi yoqmadi. Nimagaki hamma ishchilar faqat CorelDRAWda to'g'risi men kelisha olmadim, chiqisha olmadim. CorelDRAW umuman menga yoqmadi. Mana shu biz ko'pincha CorelDRAWga emas, ko'pincha biz Photoshop Figma Illustratorga urg'u bergandik. Ну, veb-saytlar, Photoshop, masalan, Instagramga portfolio, Instagramga har xil obloshkalar, postlar, CorelDRAWda poligrafiya sohasi xullas CorelDRAW kerak, menga umuman yoqmadi. Hop, keyingi yangiligim aytadigan bo'lsam, prava oldim, o'rtoqlar. Prava oldim. Wow. O'zi ham borib 1 yil o'qimman. O'zi 4 oy 10 kun edi, men o'qiyotgan paytim 4 oy 10 kun edi, lekin sabablarga ko'ra o'quv markazi avtomaktabdan kechiktirildi. Kechiktirildi. Chunki ular BSga yozib qo'ygan, meni kechiktirganimga hisobiga BSga qo'shib qo'yishgan, yangi administrator bo'lgan xullas. O'shandan keyin men 2 oymi, 3 oy vaqtim ketdi. Yana men dokument olishim uchun 2 oy yo 3 oy vaqtim ketdi. Keyin imtihon, bilasizlar, amaliy bor, nazariy bor. U paytda men o'qib yurgan paytimda imtihon to'lash 500 ming edi. Ikkitasi 1 million. Men bitta xususiy частный vojdeniyga chiqdim. Driver parkovkalarga. Keyin imtihon topshirdim. Ishonasizlarmi o'rtoqlar, birinchi kuni kech bordim, soat 4 da bordim. Keyin test topshirgan keldim. Pasportim qolib ketibdi. Keyin o'sha avtonaqaga yetdim deyman, Sergeli imtihon markazi bor-ku. Pasportim olib kelgunimgacha ulguramanmi dedim. Yo'q, ulgurmaysiz, ertaga kelasiz dedi. Xo'p dedim. Ertasi kuni vohli turib, soat 11 ga yetib borganman. Prava yetib bordim. Xullas, bitta bir kunda ham nazariy ham amaliyda imtihondan o'tdim. Bir kunda prava oldim. Bir kun emas, ertasi kuni gayiga borib pravamni oldim. Va o'sha kuni orzumga erishdim, o'rtoqlar. O'sha kuni adam mashinalarini, prava olgan kunim adam mashinalarini haydab uyga keldim. Mashina haydab bordim. Xo'p. Qanaqa mashina desanglar, Hyundai Sonata. Kia K5 ga konkurent bo'la oladigan bor-ku hozir. Kia Sonata bilan, Hyundai bilan Kia. Nu bilasizlar, ikkalasi ham o'zi bitta davlat ishlab chiqaradi. Konkurent baribir zo'r, yaxshi mashina. Hop, keyin armiyaga bordim. O'tgan yilimida, o'tgan yil menimcha. O'tgan yilda armiyaga bordim. 2024-yilmi? 2024-yil armiyaga bordim. 1 oylik armiyaga. Yozda bordim. Xullas, o'rtoqlar, videoni oxirigacha ko'rganingizdan xursandman. Yaqinda yangi videolar chiqishga harakat qilaman. Ozgincha sabr qilib ko'rasizlar. Kачество, sifat, ozgincha past bo'lishi mumkin. Men eng yaxshi ko'rgan vlogerlarim, ayting, sanab o'ting. Oldingi eski blogerlar bor-ku. Shularni juda ham hurmat qilaman. Juda ham video zo'r bo'ladi. Masalan, Bek Vlogs, Shahad Alimov bor, Anvar Zakirov. O'shalar videolarni to'xtatib qo'yishdi. Agar ko'p turgan bo'lsanglar, agar muxlislari bo'lsa, yetkazib qo'yishinglarni xohlardim. Yo o'zingiz ko'rib turgan bo'lsangiz, Bek Vlogs, Shahad Alimov videolar yana olinglar, harakat qilinglar, iltimos, video olishga harakat qilinglar. Odam sizlarni juda ham sog'in. Bitta men sizlarda 250 ming, 300 ming obunachilar bor. 300 mingtasini sizlardan sog'inib o'tiribdi. Hozirgi videoni oladigan bo'lsanglar, hozir qarang, ko'rsataman sizlarga. Qaranglar. Вообще zerikarli bor-ku, zerikarli. Hali O'zbek vloger. Qaranglar, O'zbek vloger.
Qaranglar, YouTube rasvo oshib ketgan bor-ku. Mana qaranglar, 24 soat ishloqda. Do'stlarimiz bilan Mashina yaxshi. Kim Kamol? Assalomu alaykum hammaga. Men bilan taniysizlar? Men umuman taniyman. Kamol Qohorov ekan. Keyin u aka-ukam, вообще. Xullas, вообще zerikarli bo'lib ketgan bor-ku. Kamol Qohorovlarni men bilan Instagram blogerlar YouTube'da hozir. Men bilan yomonlamoqchi emasman, просто слишком детский videolar olishadi-da. Eng yaxshi ko'rgan videoim hozir ko'rsataman sizlarga. Backvlogs. U paytda endi hozir yo'q endi Backvlogs. Oldin yaxshi edi. Backvlogs. O'zbeklar. Buni tanisinglar kerak. Ko'pchiliklar buni taniydi o'rtoqlar. Mana. Biliniki-mi? Bilmadim, kimniki? O'zga so'rar ekan. Salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Ro'ydat. Har doimgidek temirchilik qilib yuribmiz-da. Temirchilik qilib yuribmiz-da. Keyin o'rtoqlar men koreyskiy bitta bloger ko'rib qoldim. Koreyada video oladigan. Mana shu Elioretto. Eliorettoni ko'rishlarni maslahat berardim. Elioretto, mana Elioretto. Va shu zo'r video oladi. Ko'rib mazza qilasiz videoni. To'g'risi. Bu videoda men sizlarga Janubiy Koreyadagi yangi uyimni ko'rsataman. Yangi uy ko'rsataman. Mana o'sha idishda olam yuvishga, bu yerda qoshiq. Bu Koreya hayotini oladi. Keyin Elioretto bor, Sardor o'rtoq Sardoretta bor edi. Keyin yana bitta yaxshi ko'rgan blogerimni ko'rsataman. Dayamidi? Mana Daya joy eng yaxshi ko'rgan koreys hayotini oladigan qiz. Juda ham chiroyli qiz. Chiroyli qiz emas, videolar juda ham chiroyli. Mana. Sizlar bilan yana Daya. Va bu vlogimda men уже Koreyadaman. O'zi bilgan bo'lsangiz. Nima? Tanya? Daya emasmi? Daya. Va bu vlog hammaga salom. Sizlar bilan yana Daya. Va bu vlogimda men уже Koreyadaman. Juda ham eng qizig'i bor, tez qon oshib qolar ekan-da. Faqat tinmay nimadir ovqat yuraveradi. Qaranglar. Надо посмотреть. Mana. Hamma videosida anaqa ovqat deganda o'zi ham. Yomon emas, zo'r. Menga qiziq emas videolari. Chiqara oldim. O'z o'rtog'imga yordam berishga kirdim. Просто nima olish. Uyda nimadir ovqat pishirsam, u doim nima deydi, sog'lom bo'lishiga почти 100% ishonchim komil. Faqat ko'chadagi ovqatlar sog'lom, lekin даже shu ko'chadagi ovqatni ham uyda qilsam sog'lom bo'ladi degan mashaqa nima deydi, mindset. Ko'chadagi ovqatlarni yesam sog'lom, ba'zan sog'lom bo'ladi. Lekin yomon kulganim bor, bu qiz fitnessga boradi, fitnessga borib dieta tutaman deydi, keyin ertasi kuni ko'chaga chiqib o'rtoqlar bilan burger yeydi. Zo'ra. Yomonlamoqchi emasman. Umuman yomonlamoqchi emasman, просто prikol ekan. Videolar ko'p sizlar ham kirib ko'rishlar mumkin. Mana. Daya deb yozsanglar chiqadi mana. Daya Joy. Böyle shu. Shona? Blackpink hamma shunaqa. Keyin tanni ham ozgina yoqmadi. Keyin shunaqa. Yana nima bo'ldi deyishdi-da. Keyin Koreyani посольство Shona. Bu anaqa aktrisa. Hammaga salom, sizlar bilan yana Daya. Va buni qiziq videolari ham ko'p buni lekin. Beshinchi kurslik bilingman lekin. Buni qachon ko'rib qoldim? Ertalab oxirgi soat 6 da ko'rib qoldim. Men o'zbek vloger deb yozdim. Keyin yoki sayohat vlogi deb yozdim, chiqdi.
Koreyaga qaytdim. O'zbekistonda vlog to'yiga bordim. Lekin juda ham chiroyli qiz. Vau. Ya chiroyli qizlik uchun emas, просто videolar qiziq bo'lgani uchun. Xullas o'rtoqlar, videoni oxirigacha ko'rganingizdan juda ham xursandman. Yaqinda videolarni kutib qolinglar. Yaxshi vloglar va yaxshi montaj qilingan, zo'r montaj qilingan videolarni sizlarga qo'yaman. Obro'shlari ham zo'r bo'ladi. Mana qaranglar. Kompyuter sotib oldim. Zo'r ekan kompyuter. Chotki juda ham. Ryzen 5, operatsiya 8 GB, lekin bemalol nima? Montaji qo'llab-quvvatlaydi. Lekin bu problema emas, chunki uyimda kompyuterim bor. Bu Intel Core i5 RTX 30 ga 68 GB video kartasi bor. O'sha video kartasi zo'r lekin. SSD 512 tali olganman. O'sha monitori zo'r. Bemalol chotki zo'r montaj qilsam bo'ladi, lekin to'g'risi bor, yurang siqilib ketadi. 5 minutlik videoni men chotki professionalniy montaj qiladigan bo'lsam, 20 yarim soat vaqtim ketadi. 5 minut o'ziga. Charchamanglar o'rtoqlar. Ko'rishamiz aholi. Sizlar bilan Shahazod bo'ldi. Bay bay.